Assalomu alaykum doda. Aleyküm assalom. Kel. İşlarim ham o'xshamayapti. Ish topolmayapman o'rtoq. Sharoitim og'ir bo'lib qoldi. Deb tursang yaxshi bo'lardi. Kiyizli yetadimi? Yetadi o'rtoq, rahmat. Shu Xolini o'g'lini ham bir ishga joylashtirib qo'ysang yaxshi bo'lardi-da. Yordam bo'lardi. Oyi, endi shu o'g'illarni ham men ishga olib kirib qo'yamanmi? O'zimda harakat qilsam, ha? Yo'q demagin o'g'lim. Savob bo'ladi. Xolin duo qiladi. Xo'p. Oilasiga yordam bo'ladi. Shunga Bahodirjon, o'g'limni operatsiya qildirmasak bo'lmas ekan. Katta pul kerak. Chora topolmasdan oxir o'zingizga yordam so'rab kirdim. Iltimos, berib tursangiz, undan keyin mayli, qancha vaqt bo'lsa, bepulga ishlashga ham roziman. Nech pul ketar ekan operatsiyasiga? 20 mingcha. Ha, xo'p, men beraman o'sha pulni sizga. Xullas baho to'y boshlab qo'yganman. To'y xarajatlarini bilasan. Ozgina qiynab qo'yibdi. Yordaming tegib qolar deb chaqirdim. Ha, bo'pti. Mebelni qilib berarman. Ha, oshini ham o'tkazib beraman jiyanni. Baxtli bo'lsin. Bu yog'ini amallisizmi o'zingiz? Baraka top. Alloh meni ham rizqimni senga qo'shib bergan ekan. Rahmat jigarim. Xo'p. Hozir bironta odamga yaxshilik qiladigan zamon emas ekanda, doda. Nega? Kimnidir mushkulni yengil qilasiz, kimnidir dardini eshitasiz, yordam berasiz. Birontasi rahmat demaydi. Shuncha odamga yaxshilik qilasiz, lekin birontasidan qaytmadi. Bu uyini remont qilib oldingmi? Yangi uyimni aytyapsizmi? Ha, u bitta remonti. Onangni sog'ligi yaxshi bo'lib ketdimi? Yaxshi, ko'z tegmasin. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Yangi ish boshlagan nima bo'ldi? Yaxshi, yurib turibdi. Yaxshimi? Ha, zo'r. Mana shuni o'zi Allohning senga bergan inoyati, fazli karami emasmi? Ha? Bandasidan nimani kutasan? Alloh seni butun yaxshiliklarni qilishni qodir qilib qo'yibdimi? Demak, u seni yaxshi ko'rganidan